Do'stim, kech bo'lishiga qaramasdan sizga 3 sotuv arzon yer topib qo'ydim. Yer hisobida berib yuborishar ekan. Juda ham arzonga, shaharga yaqin bo'lgan joyda. To'g'risi sal bugun charchadim, bugun 7-reklamam bo'lib ketdi. Kimga reklama xizmati kerak, tepadagi nomerga aloqaga chiqasiz. Baxtli uylarim bor kanaliga obuna bo'lasiz. Tekinga bor reklama qilib beraman, ko'pchilik ishonmayapti. Aloqaga chiqsangiz, xudo xolasa sizdan ishonch hosil qilasiz. Qarang, 3 sotuv tayyor, hujjatlar joyida bo'lgan yer Abu Saxiy ipodrom bozorlariga, Toshkent shahriga 1,5-2 kilometr bo'lgan joyda, zo'r lokatsiyada, zo'r joyda, zo'r inson uyini sotyaptilar. Hamdaqa tupikka joylashgan, qo'ni-qo'shnida bor joyda, Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Eshonguzar degan joyda. Uy ichini bitta obzor qilib ko'rsatib beraman, yuring operator. Bu yog'imizda kiraverishimiz o'zi 6 sotuv hovli. Uylari bor. Uy tarafi emas, hovlini, bu yoq tarafini 3 sotugini sotar ekanlar. Arzonga beraman deyaptilar. Egalariga pul zarur ekan, srochniy sotyaptilar. Egalari o'zimizdan okaxon bo'ladilar. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqsangiz kelishtirib beraman deyaptilar. Anu mashiniklardan charchadingizmi? Siz ham mashiniklarga pul berib qo'yib yer olishim kerak edi, dokument ketidan quvlab yurib, telefon qilsangiz ko'tarmay, bir ko'tarib qolsa peshindaman deydi, asrdaman deydi, yana bir qilib qolsa janozadaman deydi, xudoydaman deydi. Shunaqa to'yib ketdingizmi? Mana hujjatlari joyida bo'lgan yer. Tez olib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Bozorga yaqin joy, shaharga yaqin joy. 3 sotuv yer, ko'pchiliginglar 2-3 sotuv yer so'rayapsizlar. Mana sizlarga variant. Xohlasanglar uy qurib, bemalol o'zingizlarga moslab qurib olsanglar ham bo'ladi. Yana bu zo'r fishkasi bir naves qilib sklat holatida arendaga berib yuborsanglar ham bo'ladi. 500 metr naryoqda mebel sexlar bor. Bunaqasiga ham, bunaqasiga ham yashab turib ham uyingizda ish qilsangiz ham bo'ladi. Zo'r variant. 3 sotuv taxminan mana mashitlarga tushadi. Oshxona, hammom, hojatxonasi bor. Kommunikatsiyadan muammo yo'q, gaz, suv, svetlari bor. Suvni ham ko'rsatib qo'yib yuring. Ko'p joylar boyagi reklamalarimda grafik bo'yicha deb aytganman. Bu yerda mana suv kelib turadi, suv zo'r. Ko'rdingizmi? Gazlar bor, svetlar bor, muammo yo'q. Tez olib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Pastda egasining nomeri, narxini 3 sotuvga $55,000 so'rayaptilar. Kelishtirib berar ekanlar. Balkim ko'nglini topsangiz yarim narxiga berar, balkim variantga berar. Telefon qilib bemalol savdolashib gaplashsangiz bo'ladi. Pastda egasining nomeri, tepada bizning xizmatlarimiz nomeri. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.